Sizda ertalab dam olib turganingizda ilk qadam tashlaganda tovon sohasida og'riq bo'lishi, biroz masofadan keyin bu og'riqlar kamayish holatlari yuzaga kelyaptimi? Yoki uzoq tik turganda, uzoq masofaga yurganda tovon sohasida og'riq bo'lishi, og'riq achishtiruvchi, sanchuvchi bo'lish holatlari yuzaga kelyaptimi? Bu tovon sohasidagi plantar fassiyaning yallig'lanishi bilan bog'liq. Ko'pchilik holatlarda beldagi grija bilan adashtiriladi. Keling sizlar bilan shu plantar fastsifitni belgilari, sabablari oldini olish, davolashni ko'rib o'tib ketamiz. Plantar fastsifit to'g'risida bugungi mavzuyimizda gaplashamiz. Undan oldin plantar fassiyani joylashishi vazifalarini bilib olishimiz kerak. Joylashishi tovon suyagini orqa qismida, ya'ni kaftning orqa qismida joylashgan bo'ladi, hamda barmoqlargacha bo'lgan masofada oyoq kaftini hamda barmoqlarni tovon suyagini mustahkamlashda ishtirok etadigan mustahkam boylam hisoblanadi. Endi uni bir qancha vazifalari bor. Vazifalarni ko'ramiz. Vazifalari oyoq yoyi, ya'ni oyoq yoyini ushlashda hamda oyoqqa tushadigan yukni teng taqsimlashda hamda yugurish paytida tana muvozanatni butun oyoqqa teng taqsimlab berishda ishtirok etadi. Undan tashqari tovonga tushadigan bosimni kamaytirib beradi. Hamda yugurish paytida muvozanatni saqlab berish, bir xil muvozanatda hamda amortizatsiya vazifalarini bajarib beradigan boylamimiz hisoblanadi. Endi plantar fastsifiti kasalligida qanaqa klinik belgilar paydo bo'ladi? Klinik belgilarga keladigan bo'lsak, ertalab dam olib turganda bemorlarda ilk qadamida, ya'ni starting og'riqlar deydi. Ertalab yurganda tovon sohasida og'riq bo'lishi, og'riq biroz masofadan keyin kamayishi, yo'qolish holatlari yuzaga keladi. Yo bo'lmasa uzoq yurganda, uzoq tik turganda tovon sohasida og'riqlar bo'lishi, og'riq tovon sohasida sanchuvchi, achishtiruvchi og'riqlar yuzaga kelishi, ba'zi bir holatlarda tovon sohasida shish qattiqlik holatlari yuzaga kelishi bilan namoyon bo'ladi. Endi bunday holatlarda, ba'zi bir holatlarda belgi rejasidagi kasallik bilan anglashilmovchilik bo'ladi. Eng ko'p sababi bu tovon sohasidagi plantar fassiyani yallig'lanishi hisobiga yuzaga keladigan holat. Endi bu plantar fassiyani qanaqa qilib kelib chiqadi? Qanaqa sabablari bor? Sabablariga keladigan bo'lsak, ya'ni oyoqni ortiqcha yuk tushishi, ya'ni og'ir yuk ko'tarishi yo semizlik bo'ladigan bo'lsa, shu holatlarda plantar fassit yuzaga kelishi. Yo bo'lmasa yassi oyoqli bo'lishi. Normada shu holatda bo'ladi, ya'ni tovon sohasida oyoq kaftining ichki qismida egirlik bo'ladi. Yassi oyoqlikda shu egirlik, ichga botganlik, shu tekkizib qolish holatlari yuzaga keladi. Undan tashqari noto'g'ri poyabzal kiyishi, ya'ni baland poshnali poyabzallari yo tekis poyabzallari yo bo'lmasa noto'g'ri ortopedik poyabzal kiyishi, ortiqcha vazn bo'lishi hamda yosh bilan bog'liq muammolar bo'lishi. Ko'pincha bu holatlar yosh katta, 40, 45, 50 yoshdan keyin holatda yuzaga keladi. Endi ba'zi bir holatlarda tovon suyagini osteofiti, ya'ni tovon suyagida tuzlar to'planishi hisobiga, ya'ni osteofitlar hosil bo'lishi hisobiga tovonning pastki qismidagi plantar fassiyani yallig'lantirib qo'yish holatlari yuzaga keladi. Shuni hisobiga sabablari shu bo'ladi. Endi bunday bo'lgan bemorlarda qanaqa qilib davolaymiz? Davolashda biz birinchi o'rinda keltirib chiqaruvchi sababini yo'qotishimiz kerak. Semizlik bo'ladimi, yassi oyoqlik bo'ladimi, shu yo bo'lmasa poyabzal bilan bog'liq muammo bo'ladi. Ya'ni ortopedik rejim. Bunaqa plantar fassit bilan bog'liq bo'lgan muammolarda o'zining maxsus poyabzallari bor. Poyabzallar kiyish tavsiya etiladi. Keyingi ikkinchi holatimiz tovon plantar fassiyani yaxshilaydigan mashqlar bor. Ya'ni tovonni bukish, boldirini bukish, mushaklarni rivojlantirishga qaratilgan o'zini maxsus mashqlari bo'ladi. Uchinchi davo terapiyamiz fizioterapiya. Fizioterapiya ya'ni magnit, ultrazvuk, lazer, elektroforez orqali shu sohadagi yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishga qaratilgan. To'rtinchi usulimiz dori vositalari bilan, ya'ni bu sohaga, tovon sohasiga maxsus, ya'ni dimeksit bo'ladimi yo bo'lmasa qanaqadir kapsikan, minavazin, shunga o'xshagan mazlar surtiladi. Endi bu tovon sohasi terisi o'ta qalin bo'lganligi uchun bu dori vositalarimiz pastki qismiga yetib borishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun
Bu holatlarda blokada qilish yaxshi effekt beradi. Ya'ni tovoq sohasiga, shu yallig'langan sohasiga maxsus dori vositalari, ya'ni gidrokortizon, novokain, vitamin B12 dori vositalarini jo'natadigan bo'lsak ham bittada og'riq kamayishi, og'riq yo'qolish holatlari, yallig'lanish belgilari kamayishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.